Assalomu alaykum, Qulmay obunachilar. Sizlarga o'ta muhim bir xabar aytmoqchiman. Shu Qulmay haqida bilmaganlar uchun faqat bu narsa ko'p aytmaydi, ko'pchiliklar aytmaydi. Katta Qulmaylar ham ko'p sirlarni aytmaydi. Mana dori sachish jarayoni ketyapti. Nima uchun biz kechpay beryapmiz oziqalarni? Oziqa, zaharni ham kechpay beramiz. Sabablari oziqaning sababi, misol uchun mana kunduzi ahamiyat bersak, vlajность ko'tarib ketadi ko'proq. Sababi ko'proq kunduzi bag'dan isparina chiqqani hisobiga bergan oziqani qabul qilmaydi. O'shaning uchun kechpay sachisi ko'proq kechpay oziqani qabul qiladi. Bu sizdan ancha-muncha aytmaydi bu sirlarni. Biz albatta o'zim shaxsiy fikrimiz bu. Buni dori sachish jarayoni ketyapti. Hozir misolga arini ham misol uchun ko'pchilik bilmaydi. Ariga ham kechpay dori sachiladi, kunduz sachib bo'lmaydi ariga ham. Sababi ari keyin odamlar dorini sachib turib, ertasiga dimlab qo'yar ekan. Bu xato bu. Keyin dorini sachdingmi, ertalab saat turdi, ari chiqmasdan oldin bitta mana teplisaning ichida bir qator bir havo aylantirib qo'ysa bo'ldi, shu bilan ari yana chiqib o'zini 15 temperaturada bo'lgandan keyin temperatura o'zini qilmasidan chiqib ishlaveradi keyin bemalol. Bilgan ma'lumotlarni sizlar bilan bo'lishyapman. Bu yerda oziqa, qanday oziqa bo'lsa ham bargdan beradigan oziqalarda albatta kechpay sachgan ma'qul. Bu o'zimning shaxsiy fikrim. Olgan bilimlarim, olgan ma'lumotlarim bo'yicha sizlarga xabar beryapman. Mana aytdim, jarayon sachib kelinyapti mana. Bir qator bu tomondan sachib ketdi, ana qaytib orqadan bar sachib ketdi. Bu yuvilyapti, bu yaxshilab yuvilyapti bu. Xudo xolasa. Shu ancha-muncha aytmaydigan odamlarda sirni aytib qo'yibman sizlarga. Ancha-muncha aytmaydi bu sirlarni. Agar bu biz bergan ma'lumotlarimiz yoqqan bo'lsa, ma'lumotlarimiz yoqqan bo'lsa, odatdagidek bizni qo'llab-quvvatlab, yaxshilab lashni bosib tursaring, biz shunaqa qiziq voqealarni, kerakli voqealarni biz sizlarga berib boramiz. Erinmasdan lashni bosib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalarning ishlariga omad. Allohim hammalarni qo'llasin. Sog' bo'linglar.